poklik bor joyda baraka bo'ladi deb uyimga baraka, o'zimga kuch-quvvat tilagan holda ertalabdan tozalash ishlarini oshxonamdan boshladim. Qora rangli plitada bir tomchi yog' tushsa ham manaman deb o'zini ko'rsatib turar ekan. Men hech qachon gaz plitamga kirdan himoya qiluvchi folgalardan foydalanmaganman. Undan ko'ra har kuni bir marta gaz plitamni yuvib tozalab qo'yishni odat qilib olganman. Agar sizni ham choynigiz shunaqa qalbi qoraygan bo'lsa, ichiga bir choy qoshiq chayni soda bilan suv solib, gaz plitaga qo'yib bitta qaynatib olsangiz, sizdan shunaqa ham minnatdor bo'ladi cho'g'ingiz. Qizlar, sizlarga maslahatim, oshxonangizga mebel zakaz qilgan vaqtingiz dizayner chizib bergan chizmaga har bitta o'lchovlariga e'tibor berishlaringni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki men dizayner chizib bergan chizmadagi ko'rinishiga faqat e'tibor berganman, o'lchovlariga hech ham e'tibor bermaganman. Men mebelimda ishlash uchun joy juda ham kam qoldirilganini mebelim bitganidan keyingina ko'rdim. Menga bu ishlashimda juda ham ko'p noqulayliklar keltirib chiqaradi. Onajonim, ayol kishining uydagi qanchalik saranjom sarishtaligi uning ostonasidan, oshxonasidan, yotog'idan bo'linib turadi qizim deb ko'p aytardilar. Onajonimning bu o'gitlariga men har doim amal qilishga harakat qilaman. Qizlar, sizlar ham kommentariyada onajoninglar o'rgatgan o'gitlaridan yozib ketinglar. Inshaalloh vloglarim davomida sizlar uchun foydasi tegadigan, manfaatli bo'ladigan uy tozalik ishlaridan tashqari har xil shirinli ovqatlar, salatlar retseptlari bilan ham bo'lishib boraman. Qizlar, sizlar ham meni qo'llab-quvvatlab tursanglar, podpisatsiya bosib, like bosib, kommentariyalar yozib tursanglar, inshaalloh men yana ham ko'proq vloglar chiqarishga harakat qilaman. Hammanglar Allohga omonatsizlar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.